2026-yilning birinchi chorak yakunlarida bajarilgan ishlar bo'yicha ma'lumotini bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 10-dekabrdagi 833-sonli qarorida Oila va xotin-qizlar qo'mitasi faoliyati hamda ayollar daftari bilan ishlash tizimini takomillashtirishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Ushbu qarorlarning ijrosini ta'minlash maqsadida 2026-yil 7-bosqich ayollar daftarini shakllantirish jarayoni mahalliy yettiligiga yuklatildi va xatlov jarayonlari 4-yanvar kunidan boshlanib, joriy yilning 20-yanvar holati bo'yicha yakuniga yetdi va barcha mahalla fuqarolar yig'inlaridan 30 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarning muammolari o'rganildi va ularni hal etish uchun anketa so'rovnomalari to'ldirildi. Ohangaron tumanidagi 31 ta mahalla fuqarolar yig'inlaridan 24118 nafar 30 yoshdan oshgan ayollar xatlovdan o'tkazildi va ulardan 3250 nafari bu yilda 2026-yilda 7-bosqich ayollar daftari ro'yxatiga kiritildi. 2026-yil 7-bosqich ayollar daftari ro'yxatiga jami 3250 nafar ayollarimiz kiritildi hamda bular toifalar kesimida shakllantirildi. Shuningdek, birinchi toifa ishsizlar toifasida 1337 nafar, ikkinchi toifa tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ayollarimiz 255 nafar, uchinchi toifa ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 18 nafar ayolimiz, to'rtinchi toifa davolanish istagida bo'lgan 141 nafar ayollarimiz hamda huquqiy maslahatlarga muhtoj bo'lgan 5-toifadagi 1499 nafar ayollarimiz 5 ta toifa kesimida shakllantirildi. Xotin-qizlarga amaliy yordamlar ko'rsatilishi esa yil yakuniga qadar amalga oshiriladi. Xotin-qizlarni mehnat bozorida raqobatbardosh kasb-hunar turlariga o'qitish orqali bandligini ta'minlashga ko'maklashish hamda ularni tadbirkorlik malakasini rivojlantirish maqsadida 145 nafar xotin-qizlarimiz tuman bandlik bo'limi hamkorligida o'quvlarga jalb etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlar bandligini oshirish va salomatlikni mustahkamlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2022-yil 21-sentyabrdagi 376-sonli qarorini ijrosini ta'minlash yuzasidan Ohangaron tumani Qiziloy mahallasida xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatlikni mustahkamlash markazi tashkil etildi. Ushbu markazda mahalladagi barcha band bo'lmagan xotin-qizlarimiz tikuvchilik yo'nalishida kasbga o'qitilmoqda. Oilada huquqiy madaniyatni shakllantirish, oiladagi zo'ravonlik holatlarini oldini olish, notinch oilalar bilan ishlash, ular o'rtasida huquqbuzarlik profilaktikasini amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. 3-mart 2026-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni qabul qilindi. Ayollar, bolalar huquqlarini himoya qilish, kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha huquqiy chora-tadbirlar to'g'risida va bu farmonni targ'iboti ham barcha mahallalarda xotin-qizlar faollari tomonidan, profilaktika inspektorlari tomonidan olib borilmoqda. Ohangaron tumanida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, iqtidorli xotin-qizlarni aniqlash, qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar holati yuzasidan Vazirlar Mahkamasining Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga talabgorlarni tanlash va ularning hujjatlarini taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida 2024-yil 1-noyabrdagi 731-sonli qaroriga asosan ushbu davlat mukofotiga nomzod xotin-qizlarimiz ham saralab olindi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31-dekabr 2020-yildagi 820-sonli Oila institutini yanada rivojlantirish va yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan tumanda haftaning har payshanba kuni yoshlar uchun o'quvlar tashkil qilingan. Bu o'quvlarda tumanning oqila ayollari, nuroniylarimiz, huquq-idora organi xodimlari, adliya bo'limi xodimlari, sud xodimlari nikohlanuvchi yoshlarimiz uchun zamonaviy oilaning namunali shakli, oila muqaddas dargoh, sog'lom oila sog'lom jamiyat, oila jamiyat va davlat himoyasida, farovon oila jamiyat ravnaqining asosi mavzularida o'quvlarni olib bormoqdalar. Birinchi chorak davomida 81 nafar nizoli oilalarimiz bilan ishlanmoqda, hali ham ishlanyapti. 52 nafar oilalarimiz yarashtirildi, 37 nafar farzandlar yetimlikdan saqlab qolindi. Huquq-idora organiga, fuqarolik sudlariga berilgan arizalar bo'yicha oqila ayollar harakati, nuroniylar hamda sudlar bilan birgalikda haftaning har chorshanba kunlari yarashtiruv ishlari yo'lga qo'yilgan. Va bu muammolarni bartaraf etish bilan birgalikda 54 nafar ayollarimiz
o'sha nizolashayotgan oilalarimizdagi ayollarimiz doimiy ishga joylashtirildi. 244 nafar pillachi ayollarimiz safiga 244 nafar band bo'lmagan ayollarimiz qo'shildi va bu ishlarni yil davomida rejaga asosan davom ettiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.